Bugungi videoda YouTube'da 0 dan 1000 obunachigacha chiqish uchun eng muhim 3 ta narsani oddiy qilib tushuntirib o'taman. Bu sirlar har qanday yangi kanal uchun ishlaydi. Birinchi narsa tomoshabinni ushlab qolish. YouTube'ning eng muhim mezoni odam videoni qancha vaqt tomosha qiladi. Agar video boshidayoq tomoshabin chiqib ketsa, algoritm uni boshqalarga tavsiya qilmaydi. Shuning uchun har bir video boshida tomoshabinga aniq, qiziqarli gaplarni aytib o'tishingiz kerak. Masalan, bu videoda siz nimani bilib olishingiz mumkin degan mazmunda gap aytib o'tishingiz kerak. Shunda insonlar sizni videongizni oxirigacha ko'rishga qiziqadi. Ikkinchi narsa video sarlavhasi va muqova rasmi. YouTube'da birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan narsa sarlavha va video ustiga qo'yilgan rasm. Sarlavha qisqa, aniq va qiziqarli bo'lishi kerak. Rasm ham o'qishga oson, so'zlar yozilishi kerak. Tomoshabin bitta qarashda videoda nima haqida gap ketayotganini tushunib olishi kerak. Uchinchi narsa muntazamlik. YouTube faol kanallarni yuqoriroq baholaydi. Haftasiga kamida 1 yoki 2 marta video joylashtirish tavsiya etiladi. Muntazamlik algoritmga sizning kanalingiz faol ekanini ko'rsatadi. Shunda videolar asta-sekin tavsiyalarga chiqishni boshlaydi. Va albatta sabr. Natija darhol chiqmaydi, dastlab ko'rishlar kam, obunachilar sekin qo'shilishi tabiiy holat. Muhimi to'xtamaslik va har safar avvalgidan biroz yaxshiroq video qilish. Vaqt o'tgan sari algoritm kanalni tanib oladi va natijalar ko'rinadi. Xulosa qilib aytganda, tomoshabinni ushlab qolish uchun sarlavha va video ustiga qo'yilgan rasmni to'g'ri tanlash kerak, muntazamlik va sabr bilan video yaratishni davom etish kerak. 1000 obunachiga chiqishning eng oson va ishonchli yo'li mana shular hisoblanadi. Albatta bizni Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling. Bizni kanalimizda eng birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Monetizatsiyaga ulash, yangidan yangi xizmatlar, bir nechta Amerikan yo'nalishlar hammasini bepul sizlarga berib boramiz. Albatta Telegram kanalimizga o'ting, obuna bo'ling. Telegram kanalimizning linki kommentariyada qoldirilgan.